Endi ular mashina ochib yuradigani ham chiqibdi jalab. Ularda ham bir xil opashkalar, kenayishkalar, shallaqa ayollarni mashinasi quplanib qolaveradi. Hammasi o'sha opaxonni oldiga kelib turib, mashinani ochayotgan payt unda ochkisi bilan emchaga qarab oldi. Keyin ket komment, opaxon emchagini arig'i ko'rinib qolibdimi? Bittasini olib chiqib, haligi yubkani kalta kiydirib qo'yganda tursigini rangi ko'rinmas debdi. Ko'rinmas. Yaxshilab qarash kerak, ko'z almas bo'lish kerak, rangini aytib berish uchun. O'shanaqa kiyib chiqasiz opa, kommentariy ko'proq aktiv bo'ladi deganda, opa ham shuni kiyib chiqqanlar endi. Men ham bir qaragan chog'imda bir trendga chiqaydi, bu itarmagan odam qolmadi, endi internetdagilar itarsiz meni degan. Keyin kommentga kirsang 12 mingta komment jalab. Gif qo'ysang ham buncha komment yo'q bile. Opani ko'rdinglarmi? Men qizil deb baho berdim rangiga desa, bunisi aytadi, "Yo'q, ko'k deb qo'yadi." Unisi jalab sporlashyapti. Opani tursigini spori ketdi. U jalab mashina quplanib qolgan bilan hech kimni ishi yo'q jalab. Bo'ldi jalab, pizdes, ko'rdinglarmi sizig'i bor ekan-a? Vah, unaqa ekan. Voy jalab, tuhmat, buxton, fitna. O'sha kontent qilayotgan bola jumaga ham chiqsa kerak. Ko'cha-ko'yda uncha-muncha odamga ta'lim ham berib qo'ysa kerak dindan. Oy, bidaras bo'lmalaring. Unaqa nima degan gap? O'zining original profilini topsang o'sha ochki taqqanlarni. Menimcha shu kabani oldi rasmga ham tushgan ular. Unaqa zo'r gaplarni yozib, bu yerda fitna. 100 ming odamni kommentda tuhmatlar qildirib, bir-biriga uyushtirib, qarg'a bilad, nariyoqqa pizdes yozdilyapti mana bu yerga. Chap yelkaga yozilyapti, pidaraslik qilgansan degan xat yozilyapti. U bilan hech kim ishi yo'q. Bunisi chiqib oldi jalab, sotilmasa uyi, novostroykasi, u ham bitta amvatchani olib chiqib qo'yadi. Hurmatli yana qalam, bizda mana rezidens bir baloda uy sotilyapti. Voy bilad, u orqadagi stroyka bilan hech kim ishi yo'q jalab. Hamma jaloniga rangi qanaqa ekan? Bo'ldi-da endi jalab. Bitta